Afsonaviy xizmat obunachilar, Olsutillik kottejini sotdi. Adresni aytib ketaman. Xalqaro aeroportimiz. Aeroport shundagina. Ana shu kottejimiz sotuvda. Shuni birgalikka a'zo qilamiz. Shundan hovlimiz. Birinchi mehmonxona. Bu tarafda mana oshxonamiz. Oshxonamizni oshxona qilingan ekan. Kansalarga hammasi o'zgarib ketgan ekan. Yaxshi mebellar ham akkurat qo'yilgan ekan. Ayollarimiz mehmonxonasi. Floor ekan. Bu yerga uyimizga kirish asosiy ikkinchi etaj bilan shetakirlari. Ayollarimiz borligi uchun video qilinadi. Zonasi. Hovuzcha ham bor ekan. Hovlimizdan ko'rsatib ekan. Kladovka, hammom, hojatxona. Shu tarafga mana russkaya banya. Nomi bilan russkaya, mana finskaya tem bo'ladi. Mana bu yerga tapchalar qo'yilgan. Tipalarni orqaga o'tkazilgan ekan. Yangi bir narxi necha pulda? Narxini $70 deyapmiz, $70,000. Kelishtirib beramiz endi. Ha, klientlarimiz kelsa, kelishtirib savdo qilib olishadi. Bemalol tushirib beramiz. Hurmatli obunachilar, narxi startida 70 ming so'ralibdi. Suratga o'tiladigan joyi bor. Real nomerga real narxi bilan pastak nomerlarga bemalol telefon qilavering.